kurstagi mavzumiz tomdagi gullar matn asosida ishlash edi. Mana sizga 3 ta guruhga bo'linib, biz 3 ta guruhga bo'linib oldik. Matnlarni o'zingiz chiqib o'qidingiz. O'qituvchilar chiqib o'qib, aytib yozdilar. O'qiganlarini mana rasmlarni chizdilar. Endi hozir taqdimotini eshitamiz. Birinchi guruhimiz, ikkinchi guruhimiz, uchinchi guruhimiz. Qolgan o'qituvchilar. Alaykum, hurmatli o'qituvchilar. Hozir men sizlarga bir keksa ayol hikoyasini aytib bermoqchiman. Bor ekanda, yo'q ekan, bir qishloqda bir keksa ayol yashar ekan. U keksa ayolning ismi Gulni opa ekan. Aslida bu g'alati keksa ayol juda kuch-quvvatga to'la ayol ekan. Bu kishini men Gulni buvi deb atayman. U bizning shaharga ko'chib kelgunga qadar bir qishloqda yashagan ekan. U qishloqda uning bir mittagina uychasi bo'lgan ekan. Xuddi ertaklardagi kabi. U uychaning tomlari maysalar bilan qoplangan ekan va uning 7 ta tovug'i, 2 ta qo'yi, 1 sigiri va mushugi bo'lgan ekan. Kunlardan bir kuni Gulni buvimiz betob bo'lib qolibdilar va u kishining yonlariga doktor kelibdi. Doktor kelib, u kishini tekshirganida shuni aniqlabdiki, u kishi hech ham betob emas ekan. Aslida doktorning aytishi bo'yicha u kishining kasalligi qishloqda yashagani sababli kelib chiqibdi va u kishiga shunday maslahat beribdi. Gulni opa, siz qishloqning tark etib shaharga ko'chib ketishingiz kerak. Agar qishloqda yashasangiz, sirpanib, oyoqlaringiz sinib qolishi mumkin. O'shanda sizning tovuqlaringiz yoki qo'ylaringiz sizga hech qanaqa yordam bera olmaydi deb maslahat beribdi. Gulni opa o'ylab shaharga ko'chib kelish haqida qaror qilibdi va u kishi o'zining hayvonlarini tashlab keta olmay, ular haqida o'ylab turganda qo'shnilari unga bajonidil yordam bergan holda hayvonlaringizga o'zimiz qaraymiz deb hayvonlarni o'zi bilan olib qolibdi va Gulni opa ularni sog'inmaslik uchun mushugini o'zi bilan olibdi. Barcha narsalarni mashinasiga ortib, yangi uyi tomon otlandi. U juda hayajonlanar edi. Shaharni tezroq ko'rishni orzu qilar edi. Yangi uyi qanday ekanligini bilishni xohlar edi. Men ham hayajonlanib, uyimiz ro'parasida kim ko'chib kelishini sabrsizlik bilan kutar edim. Balki u men bilan birga o'ynaydigan bo'lakaydir. Biroq u Gulni buvi bo'lib chiqdi. O'z uyini ko'rib chiqqan Gulni buvi unchalik ham xursand bo'lmadi. Axir bu dahshat-ku, dedi Gulni buvi. Derazalari biram katta, devorlari oppoq. Men uyimga qaytaman, dedi Gulni buvi. Uning mushugi derazadan sakrab yubordi. Gulni buvi dedi, Robert shunchalik baland joydan sakradiki, bu dahshat. Gulni buvi ayvonga chiqib, mushugini unutdi. Ayvon juda katta bo'lib, uzoqdan tog'lar, dengizlar ham ko'rinar edi. Ertasi kuni uydan xabar olgani kelganimda, Gulni buvi allaqachon avtobusga o'tirib qishloqqa yo'l olgan edi. Qoqoqlagan tovushdan uyg'onib ketdim. Bu nimaning ovozi bo'lishi mumkin? Bular tovuqlar bo'lishi mumkin. Ehtimol ular liftda yurishga qo'rqishar. Ertasi kuni men buviga tovuqlarga don berishga qarashdim. Men o'zimni uyga qaytib kelgandek his qilyapman, dedi u. Tovuqlarim atrofimda qoqalashardi. Agar yaxshilab qarasa, o'zimning tomorqamdagi tovuqlarga o'xshaydi. Hattoki tog'lar ham o'zimning uyimni eslatyapti. O'xshaydi. Faqat menga o'tlarni hidi yetishmayapti. Gul buvi to'satdan shuni aytib qoldi. Seningcha o'tlar tongda o'ssa qanday bo'lardi? Ertasi kuni do'konga borishimizni aytdi. Chim olib tom ustiga yopishtirdi. Gullar ham o'sdi.
Gunbuvi ko'p narsani eplay oladi. U hozir sigirni liftga qanday sig'dirishni o'rgatyapti. Buni Gunbuvi o'ylayapti.